yosh bolalar pichoq ko'tarib yurishni boshlagan. Короче, bir marta litseyda militsiya kirganda darsimizga hamma o'g'il bolalar tursin, sumkani tayyorlab turinglar, hozir qidiramiz sumkalarni deyishganda, hamma gruppalar mana shunaqa pichoq qidirib yurishganda, mana shunaqa pichoq, qurol, shoker, mana shunaqa narsalar qidirib yurishgan, kasset qidirib yurishgan. Kursdoshimiz sumkasida oynani ruchkasi bor-ku, o'shani topgan. Militsiya qanaqa reaksiya qilishni bilyapti. Buni qurol qilib ishlatmoqchi bo'lganmi yoki yo'qmi deb tushunmayapti. Любой baytani darsdan qochish uchun. Montajdan o'sha olov qo'yib yuboringlar. Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan yana o'zinglar yaxshimisizlar. Bugungi mehmonimiz Sadulla Texno Osh. 2 soat uxlaganman. Tugadi. Yo'nalishingizni men bilaman. Uni bir chiroyli formulировать qilib yuborsangiz, Texno ommabopmi? Yo'q, Texnodan chiqib ketganmiz. Ilmiy ommabop. Ha, o'zi ilmiy ommabop. Eng katta ilmiy ommabop kanal. Eng katta ilmiy ommabop kanal без сомнения. Без сомнения. Hamma videolaringizni ko'ramiz, kuzatamiz, Amerikaga qarab borib. Hop. Mana aybim. Sizga savolim. Ijodingizni kuzatamiz deganda men kuzatishni tushunaman. Men misol uchun menga bo'ldi. Mana ham shu. Da, misol uchun men har bitta videoyingga imtihon bera olmayman deb tushunmayman-da. Misol uchun. Men bu minutda nima gapiraman? Men ham har bir videongizga like bosaman, lekin nima haqida esimda yo'q. Kuzatish degan ma'noda, mana shu qo'llab-quvvatlash deyiladi hamkasblar orasida. Misol uchun ertaga chiqib turib zo'r ketyapti deb qo'yib, zo'r ketyapti-da. Bundoq kras qancha like, qancha prosmotr bo'lganiga baho berasiz. Video asha esingizda yo'q. Mendan yaxshi ketyaptimi yo'q? Elon Musk raketa yuborganida to'liq ko'rganman. Translyatsiyada keyin Artemida uchganda video olganingizda ko'rdim. Mashina suvda yura olishi. U 9 million yig'gan, конечно, ko'rgansiz. Uni Braziliyadagi Ricardo ham ko'rgan, realni. Repost qilganini ko'rganman. Kстати, Braziliyadagi Ricardo do'sti. Meni o'ylashim bo'yicha Sadullaga agar sochlarini olib tashlasalar, birga bir Vin Diesel bo'ladilar. Pul yuvish haqida video chiqaruvdim-da. Treyderlar haqida emasmi? Yo'q, tipo отмывание денег, pul yuvish haqida. O'rtoqlar, biz ham pul yuvish haqida tushunchaga ega bo'lishimiz uchun Telegramdagi sonlarimizni xarid qilishlarini so'rab qolamiz. Sizcha hozir anaqa degandek bo'ldingiz. Biz bemalol narkotik sota olishimiz uchun Telegram botimizga qo'shildik. Bemalol jinoyat qilishimiz uchun. Faqatgina jinoyat qilgan odam uni asoratlarini bila oladi va to'g'ri yo'lga qadam bosadi. Qaysidir ma'noda ibrat yo'li uchun ehson qutisiga. Agar bu videoni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsanglar, bilinglar, bu video 3 kun oldin Telegramda chiqqan va undan tashqari 70 taga yaqin ko'rsatuvlarimiz bor. YouTube'ga hech qachon chiqmaydi. Ularni ko'rmoqchi bo'lsanglar, havola orqali o'tib ko'rib ko'ringlar. Yo'nalishingizni aytmadingizlar. Dunyoni qanaqa ishlashi, nimadan iborat, hayot aslida qanaqa shakllangani haqida meni kanalimda bilishingiz mumkin. O'zi sizning missiyangiz ham shunaqa, odamlarni dunyoqarashini kengroq qilish. Mana sizning yo'nalishingizni ham bilib oldik, biz bilardik, ozgina prosta aniqlik kiritdik. O'shandan foydalangan holda tematikaga binoan Sevginator ko'ramiz. Sevgan deb yozishga necha? Texnaku, to'g'rimi? Shu logika bilan tanlagansiz. Ha, Terminator bilan anaqada bu. Temir xotinni ko'rganmisiz? Temir xotin, Terminator. Qalpog'i. Inside. Parcha ko'ribsiz-a? Parcha. Va Farruh Sharipov. Yillar davomida xalq Srazu action, ha? Da. Inson shaxsi va jamiyatdagi o'rnini o'rganuvchi fandir. Oyog'ingni tushar. Eshitganmisiz? Ashulanimi? Bastalangan. Bastalama, mana shunga yozishgan. Smela anaqa bo'lgan ekan-a? Qo'ymaysan, unaqa narsa bo'lmagan ekan. Odam ko'kriga
boru. Yo'q, ha, aytmoqchiman. Ana, o'shanaqa odam bo'lgan ekan-da o'sha payt. Odam ko'kragi boru degan odam bo'lgan ekan-da o'sha payt. Nimaga majbur ularni inkor qilyapmiz? Maktabda ishonasizmi? Odam anatomiyasi kitobini, ana ko'krak, jinsiy organlar betini yopib o'tkazib o'rganmiz. O'chib o'qituvchi shunaqa dedi. Mana o'sha soniga kelib turib 56-betni Keyingi yil kelsangiz u betlik kleylangan bo'lgan. Просто ocha olmasligingiz uchun. biz baqirganmiz-da. 56-chi anaqa nimada stranitsani hozir o'tamiz, qanaqasiga bizga tushuntirib berar ekan deb ustoz. O'zimizda ham anaqa ajiotaj ko'targanmiz-da. Endi shikal bo'lib ketmasin deb o'tkazib yuborish ham noto'g'ri-da. Bilimga chanqoqmi deb talab qilmaganmisizlar? Chanqoqmas. Voy nimani yondirding? Hech narsa xola. Qale. Jimmy Neutron. Aha, 1000 so'mliklar demak где-то 2008, 2007. 2007mi? 2007-yilda olindi. Qarang, o'sha prичем chiqqan paytdachi bilgan u hamma Sevginator degan kino chiqqanligi. Конечно. Shumixa qilishni bilishganda, shovqin qilishi. Dajani Boyvacha degan kino chiqqandi o'sha payt. Bilganda hamma unaqa kino chiqayotganini. Hozirgi payt qanaqa kino chiqadi? Katta promo, reklama bo'lmasa bilmaysiz-da, qanaqa kino bor. Chunki reklama qilish ham qiyin bo'lib qoldi. Pul kerak-da, realniy yaxshi marketing qilish uchun yoki qaysidir geniyni chaqirish kerak. Men mana shu narsa haqida o'ylab qoldim. Mana bizda aytishyapti-da, yaxshi kinolar ham bor deyshadi-yu. Ya'ni spo'riman, uverinman, qayerdadir yaxshi kinolar bor-da, o'zimizda olayotgan hozirgi paytgacha. Lekin yana bitta muammo, ular haqida biz bilmaymiz. Mana Sarvar akalar bilan tanishib, mana bunaqa kino oldik, mana bunaqa kino bor degani uchun еще более-менее 2-3 ta kinoni bilib yuraman. Men ham Sarvar akaning kinolarini bilaman faqat. Adak u Sarvar akaga o'xshagan yana bir 2-3 ta odam bor, menimcha. Ular ham yaxshi kino oladi. Ulargacha men hali yetib borganim yo'q. Prosta o'zbek filmidagi odamlarning o'zi ham aytadi-da, Nobellarni solishtirma bizlar bilan deydi. Bizda yaxshi kinolar hozir olinyapti. Sen mana bu kinoni ko'rganmisan deb mot qilib ham so'rashyapti-da jurnalistlardan. O'zbek kino o'ldi deyishdan oldin sen chunga o'zi ko'rganmisan o'zbek hozirgi olinayotgan kinolarni deb o'zi gapirishadi-da. Lekin yana bitta muammo-da. Bizda bilmasligimiz ham o'sha o'layotganni bizga yetib kelmayapti-da. Как этот o'zinglar ko'rib o'tirgan bo'lsanglar, o'lmayapti degani emas-ku. Nimani sindirding? Sen qanaqa bo'lasana? Nega meni idishlarimga teganasan? Tandizmi akani? G'iybatimiz qil. Yaqol. Ol. Atak noodatiy bularni bunaqa yoshda ko'rish. Da? Tipo bizning yoshimizda taxminan hozir. Meni yoshim bo'lsa, lekin men jinni o'qib qolaman hozir. Kelgan balo qazo shunga ursin xola. Uyimdagi balo qazo seni o'zingsan. Jiyanimga qachon bir tuzukroq ijarachi topga desam, qangi dovdir, savdir. Qayerdagi hayotingizda arendatorlar shunaqa gaplashganmiz. Arendator bilan ijaraga berayotgan odam umringizda hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham mana shunaqa qo'pol gaplashganmiz siz bilan. Demak gaplashmagan. Da. Eski Reels. Yo'q, qarang, to'xtang. Bu ijarada yashaydi. Mana bunaqa joyda, mana bunaqa ustanovkaga, demak, qattandir puli bor. Bro, Tony Stark собрал костюм. Из металлолома! Seni talabalar juda ham yoqtirib qolishadi. Mehribon oyijonim. Hadisha! Yaxshiyam borsiz-a? Anaqa zotlar bo'lardi rostdan ham. Qo'tirdi, ijodiyam ham qo'l zotini deb hamma osib qo'yardi shu narsani. Assalomu alaykum. Boshlarini urib oluvdilar. Kuting. Ketaman. Qilmang. Yo'q, ustimdan kulishadi. Astman borligini bilib turib tutatishadi darsda. Hamma o'qituvchilarga laqab qo'yib olishgan Hoshim Soqiyevich. Hoshim Soqiyevich. Jivachka deyisharkan. Ha? Jivachka. Yo'q. Ahmoqlar. Ya Murod Rajabov geniy bo'lgan. Da. Qo'y e'tibor bermay Mamsudan keyin.
Siz esa konvert ekansiz. Nima? Sunoq bo'lishini. Hozir qilganiga Yo'q. suv ham bermayapti. O'zicha Murod Rajabov kinoda chiqsa, aynan uni ssenalarini anu kritika ham qila olmaysiz-da, chunki master. Da, конечно. Anu просто kul berishlarni o'zi kulgili уже. Da. Reaksiya. Temir xotinda ham просто mana butun kinoni Murod Rajabov просто olib chiqib ketgan. Просто haligi Tobi Maguire. Ishonchim komil, mana bu rejissyor miyasiga kelmagan narsalar 50% 100%. Yozib bera olmaysiz-da. Da. Mana bunaqa kulish kerak edi. Mana Roltonda ichayotganida gaplashi, mana suvlarni bir vaqt ichida shuncha action bo'lishi bu nerealniy deb. Masalan, qaysidir kinoda tam 30% rolni o'ynasalar hamchi, o'sha 30% rol eng yorqin bo'ladi. Da, adyol tortib oladilar sirazi. Nimaga meni unaqa deyishar ekan? Qachon men mayli qachon unaqa Ketaman. Konvert deb qarang, hech kim poraga namik qilmadi. O'zi sirazi inkor qilishyapti. Qachon men qachon men Peshingacha ham uxlaydimi odamdiga? Uyimni barakasi. mana bunaqa rekvizitlarni ko'rganimda-chi, o'ylayman. Bularga teze tushgan-u, mana shunaqa olimli narsalarni yasash kerak deb. Ular o'tirganda yana hozir nimadan yasayman uni? Ana rekvizit tayinlaydigan. Rekvizitorlarmi? Yostig'ini tagidan odamni kalla suyagini topib olganman. Yuragim yorilib ketaydiga. Uyimni qabristonga Bu aylan. opa prям birga yashaydi shekilli, bu bilan. Ro'm xonasini beradi. Xola, baqirurmang. Qulog'im yaxshi eshitadi. Voy sho'rim. Uyimni nima qilding? Nima qilding? Eshitasizmi? Voy sharman. Men sizga aytdim-ku. Gapirish mumkin emas. Chiqing xola, chiqing. To'xta, ijara haqini qachon Mana shu opalar boshdan o'ynaydi rolni. Shunaqa tipaj bor. Nega unaqa kulgili emas? Chunki bu уже mexanizmda. Yilib qo'ygan. Ha. Necha marta dubl olingan bo'lsa, reaksiyasini bir xil qilib beradi. Da. Xola, chiqing bu yerdan. To'xta, ko'rib olay. Keyin ko'rasiz, chiqing. Yo'q, hozir ko'raman. hech rahbarga yolchimadi tushib tursin. Agar shu talabalar Manzur opam taniysizmi? Yo'q. sizni shularga rahbar qilib qo'yardim-da. Ha, Juda ham hayajonlanyapman. bu ismingiz nima edi? Maftuna. Shularni ham bir maftun qilsangiz yaxshi bo'lardi-da. Hozir men ularga aytadigan gapim bor. Siz men bilan birga kirasiz. Murod Rajabovning joyi просто без комментариев. Da. Просто ko'ramiz. Просто respekt. Просто mazza qilib ko'ramiz. Da. Yo'q. Xola, tegmang. Iltimos tegmang. To'layni urib ketgan. Qachon to'laysan? Tegmang. To'layman. Ozgina sabr qiling. Agar shu bugun to'lamasang, mana shu matoqlaringni Yo'q. Logikani qarang. Birinchidan kuchi yetmayapti babulaga. Ikkinchidan просто ijarani to'lamagani uchun kelib narsasini sindirar ekan. Payt post Sovetskiy Soyuz bo'lgani. Opam miyalari mustaqil emas. Opamning miyalari sobiq. Mana shu nuqtada davom etamiz. Voydod militsiya! To'layman. O, как вам такое, а? Nima? Чё там? Yeb qo'ydingiz-a? Hammasi logичный bu kinoda, bro. Namicha baqirar? Yuragimni tushirib yubordik. Oling biletni. Bu super Mike chiqishdan oldin, proobraz shu kadrdan olingan. Chenik tatumli super Mike. O'sha payt shunaqa kiyinishardi. O'sha payt qayerda edingiz? Maktabda edim. Rostdan boshqacha kiyinardi odamlar u payt. Boshqacha deganimda, hozirgidan ancha ochiqroq. Da. Qizlar ham aytgancha, причем нормальный tuylardi hammaga. Keyin birdaniga uni hozir orqaga qarab qarasangiz, как будто vuy. Duh ko'p bo'lgan ekan deysiz. Hozir miyangizga sig'maydi unaqa. Hozir ko'chada mana shunaqa yurish ham sig'maydi rostdan. Da. Mana qaytdingiz uka? Rahmat. Yaxshilar ko'ring endi. Grajdanlar, Grajdanlar. O'tiringlar. Mana men opamga ahamiyat bering. Maykada o'tiribdilar. Maykada mana nechta qiz bor? Yarmi maykada o'tiribdi. 2007da maktab birinchi sinfga borganman. Mana men maktabga chiqqanimda уже bunaqa narsa yo'q, ro'ydimi, bilmadim. No, они birinchi sinfda понятное дело, nimaga yo'q. Men misol uchun
2011-2012 уже sal faqat rus opalarda o'zimizani Yevropezirованiylarni orasida. Keyin men plavni yo'q ketdi. 2012 men litseyga ketgan bo'lsam, ana o'shda konkretni ketdi. Hozir GG bo'lib ketadi. Stulli oyog'ini kim aralab qo'ydi? Ha, o'qituvchi. Boshidan ayrilib qolsa nima bo'ladi? Qodirov, Turoningdan. Labbay domla. Adash. Farruh Komilov. Amakim olamdan o'tib qoluvdilar. Janozani o'tkazib, darrov darsga keldim domla. O'zi men bu mimikada hamcha qancha kuch bor bilasizmi? Kulib turgan payti qilib qolish. Tipo umuman boshqa emotsiyadan birdaniga boshqa emotsiyaga o'tib olish. Причем так резко. Qarindoshing qoldimi? Bu institut bitirguncha hammasini qirib go'rga tiqasan uka. O'tir. Yangi o'qituvchilar etika va estetikadan dars beradilar sizlarga. Maftunaxon, Sodiqa bilanmi? Hurmat, izzat o'rnida bo'lsin. Salom, aziz talabalar. Domla aytganlaridek, men sizlarga etikadan dars beraman. Meni ismi Sharifim. Xudo. Qo'lan chiqarishini. Ya уже absurd ketdi bo'pti. Просто o'ynayapti. Просто kalyan chiqaryapti kimdir o'rtam. Ham solimda o'girib kazino qildi. Siz malakingizni oshiravering. Faqat biz bilan ishingiz bo'lmasin, xo'p? To'g'ri ko'rsaganmi? Shrek. Совсем беспредел auditoriya ko'rsatilyapti-ku. O'zbekistonda aslida mana shunaqa auditoriyani tasavvur qilish qiyin-ku. Mana shunaqa bespredel bo'lishini. Amerikada ishonaman, konkretni bor narsa. Chunki kutilmagan narsalar bo'lib ketadi ko'chada. Randomniy narsalar bo'ladi ko'chada. Birinchidan, ikkinchidan, ana kuni o'shanda просто ko'chada ketyapman, sentralniy ulitsada odamlar ko'p-da. Bitta birdaniga, o'rtog'im bilan. Birdaniga bittasi yonimdan o'tib ketib, "Vo'p!" basharamga vovullab o'tib ketyapti-da. Ana reально kimdir stolni aylantirib kazino qilib yuborishiga hamcha hayron bo'lmasdim o'zi. Ana bir kuni magazinda turibman, bitta katta qora kishi kirdi. Men o'zimni narsamni tanlab turibman, o'rtog'im ham yonimda turibdi. Umuman tanimaymiz u kishini, bilmaymiz kimligini. Ну, было бы странно, agar siz "O, Sal!" Yo. Tanimaymiz-da, u takoy. Unda o'rtog'imda qotdi. "O, qaysi chipsini tanlaydi?" deyapti o'rtog'imga. O'rtog'im ham, "Hozir to'xta, mana men New Yorkka tayyorlanadi, men bu chipsini mashina oldi" dedi. "Okay, support my people" deb anaqa takoy mamnaqalar qilib qo'yib anaqa o'tib ketdi-da. Keyin birdaniga Osib Shrek o'tirsin. chashka bilan o'tirishini. Siz ham ketmoqchimisiz? Yo, siz to'g'ri tushuning, bugungi kunda o'qituvchi degan so'z bu haligi atrofingizdagi talabalar, girdi kapalarga emas. Yo'q. Pedagog, o'qituvchi bu bugungi kunda Ложная тревога. 1 sekund. 1 sekund. 01. Deb qoldi-da bo'ldi shu bilan. Talabalarni Xo'sh, san'at muzeyiga olib bormoqchi edim. to'ppa-to'g'ri. San'at muzeyiga olib boring. Shaharni aylantiring, bularni olib chiqib dalalarga qo'yib yuboring. Dalalarga qo'yib yuboring, qo'ylarni. Etika, estetika, texnika, yana bir balolar, bir-birini bog'liq narsalar. Sintetika. Hadi meni qiynayverasizlarmi? Darsga kelmaydigan talaba bo'lsa, Assalomu alaykum. uni menga ro'para qilib qo'yaverasiz. Men o'zim u bilan muomala qilaman. Haligi gaplashib qo'yaman deganim, bir urushib qo'yaman. Shu opani yasab qo'yadimi? Yasab qo'ygan уже. Taqdir. Bilmasdan. Men kuzatib qo'ysam o'tirib tur. Nima yordam kerak bo'lsa kiraverasiz. Tasavvur qiling, rektorni oldiga bunaqa. Bundoq qo'lingiz ochuv. Yana nima gap? Kirvoz. И нормально, ishtimi deyishmayapti. Voy, Mahmud. Qanisan? Mana bu senga. Voy. To'xta. Ana mustaqillik yaqinda kelgan, endi mana hamma narsa yaxshilanyapti. Odamlar maksimal o'zini ekspressiya qilgan harakat qilyapti. Qarang, hasariq ryukzak, men palasat yana qilib. Endi O'zbekistonda mumkin-da, Amerikada men bu bandanani rangiga otib ketishardi.
If it went to UK, would have had an AK-47 with 100 rounds. И mana men uni ko'rsatdim, raspaltsovka deyiladi. Haligi o'zini bandasini znakini qanaqa qilib ko'rsatishadi-da. Bu degani men qaysidir bandadanman. Agarda o'sha boshqa bandani odamiga mana shunaqa ko'rsatib qo'ysangiz, otib qo'yisham mumkin. Ha, yo'q-e. Bandada bo'lmasangiz ham otib qo'yish mumkin. Menga bolalar aytishdi. Menga deyishdi. Agarda kimdir tegajonchilik qilsa, prosta indamasdan o'tib ketib, bo'lmasam pichoq tiqib tashlaydi, prosta psixushkaga tiqib qo'yishadi, uni keyin chiqib ketadi deyishdi. Uyga borib qolay, Vasiy. Uyda nima bor? Vasiy. Oyingga ham dadangga ham aytib qo'ydim. Yo'q, bugun birinchi ish kuningni yuvamiz, ha? Hamma mana bunaqa dumaloq ziret taqardi. Hamma opalarimiz bor dumaloq ziret taqishardi. Chiroyli-da. Bu ish uddasidan chiqishingga ishonardim. Demak, Abdubasharasini odamga o'xshatmoqchiman degan. Mana tushundingizmi, qatdan pul? Ha. Mana yopilib ketyapti, yomon emas. Nimaga pul? Ijara haqqi. Ijara haqqi. Ha, ijara haqqini haqiqatan yo'q dedi. Bo'lmasam haydirkan. Na qara, men bu soqqalarimni chiqarib olaman, u matoq Bermasangiz bo'lmas ekan. bo'ptimi? Oborib ber, 100 ming. Nimasini san esa aytib turmani 100 ming deb. Bo'ptimi, qara, sana shuni hojati yo'q. 4 ta yetmaydi o'ta qisqa. Hozir tushsangiz mana shunaqa bo'lib turuvdimi? Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz aka? Bitta mashina to'xtatgan. Uyimga yetib olay. Aka, uyingizni derazasining tagida turibsiz-ku? Yo'q-e. Ha? Ana, ikkinchi qavatda. Unda olib chiqib qo'y. Xo'p, yuring. Akani o'rnida bo'lgan taksi chaqirardim-da, pul olardim. Kimligimni bilasanmi? Shu bo'yicha bir urushdan nakdown qilib tashlayman. Mana shunaqa narsalar yo'q ketdi. Masalan, agar podyezdingizda bir alkash bor bo'lsa, umuman gaplashmaysiz. Unaqa mamnaqa kelib, salomlashib. Yo'q. Keling chiqadi. Sen bizdan tumajan borish bilasanmi? Har holda qo'shningizmi? Yana ichib keldingizmi? Yuring. Bo'pti, keling. Bu ishni turmachasini bosadi. Sen ishini ochasan. Seni o'ynashingmi bu? Ikkalovini jinoyat ustida ushladim. Sen ham nokautsan. Bu ham nokaut. Dadasi. Bo'ldi, yutdi. Jayton Akmal. Kimda o'zi bu? Xotin. Aspirant qo'shni bo'ldi. Aspirantmi? Rasul ko'rdingizmi? Ketadi bu. Qarang, qo'shib qo'yishgan. Da. Mana hozir mana shu rasm bo'lmaganda edi, kulvormasdi. Gрамотно. Ikkinchi raundda nokaut qilaman. Kerak emas bu. Chiroyli bir yakunlash bo'lyapti. Oshirib yuborishdi. Bu ham kerak emas. Ikkinchi marta ko'rsatish ham kerak. Уже vohli maqtab qo'ydik. Mana to'g'richalar hammada bo'lardi. Hozir ham bor. Olib kelib bering. Yo'q, shu yerda bormi? Shu kinodan rekvizit. Kim bu yigit, Vasila? Yagan Schneider. Bu yerga Germaniyadan kelgan. U bilan internetda tanishdim. Любой anaqa. Просто Vanya. Kadishovdagi. Dala qiyamni, mana tammini. Ne dalani xo'roq yurgan ham aytdi. Bilmadim. U ham meni tushunmaydi. Unga rasmni jo'natgandim. Sevib qopti o'lgida. Qara, Toshkentgacha yetib kelibdi ortimda. Unga qilgan palovim yoqib qopti. Aha. Nima? So'kmasang. Aha. Ana ko'rding? Uyimizdagilar ham rozi. Menga o'lib ketadilar-da, opam hozir. Qayoqqa qarayapsan, Mahmud? Voy. Yashang, Soraxon. Kreditoniz. Уже bunaqa qo'shnilar qirilib ketgan-a, adashmasam. O'zi anaqa qiladigan. Bor, chekara oladi menimcha. Suzadigan ko'k qilib o'tiribsiz. Menmi? Hey, sen mana o xotinga anakonda nimaligini tushuntirib qo'y. O'qimagan savob. Mana shu xotinni dastidan kerak. Men anakondamanmi? Mana shu taraf o'ylanmagan, lekin bunaqa kompyuter umrida tortmaydi bunaqa narsalarni. Bechora ChatGPT ham tortmasdi-ku kompyuter. Qanaqa
qilib hozir odam yaratadi. QR kodi bor ekan. Hali kamerasi telefonli uchun, Fotoapparat. Yo, lekin yasashganda buni ham yasashmay nimadir fotoapparat qilishganda. Rekvizitdimi? Ha. Mana shundan boshlanuvdi o'zi kadr. Oyoqdan ham bergan ekan. Nima edi mana shu bratning ismi? Azrametov. Soch tarashni bas qiling. Gitaringizni yig'ishtiring. Gitarani zo'r chalar ekanlar lekin uni. Gitaringizni yig'ishtiring. Oyog'ingizni tushirib o'tiring. Oyog'im yelkangizda turibdimi? Yo sizga xalaqit berib? Bekor xafa qildilaring. Sizniki budi? Men Lekin opa ozgina g'alchi ekanlar. Как misol uchun institutda dars Qanaqa qilish uchun qilib hurmat qilasiz? ozgina ustozga qanaqa kerak bor? Avtoritet sezilmayapti. Misol uchun ochkilarni ham upravlat qila olmayaptilar-da. Yoki balki biz shunaqa marasmiz. Ha, художник-ku qizimi? Dadajon, institutdan ketmoqchiman. chidolmadingmi? Yo'q, chidolmadim. Yo'q aka. Hozir qanaqa faylosufona gap bo'ladi. Hayot bo'yoqlardan iborat. Kleopatraginam. Yelizaveta ikkinchigina. Uddalay olasan. Chunki sen meni qizimsan. O, time lapse. Qanaqa qilib? Va, peshxoddan o'tilmaydimi? Omonatingizni bermoqchi edim. Ko'zoynagim singandiku. Singan ko'zoynagingiz yig'laganingiz haqida menga gapirib berdi. Rosa rahmim keldi. Menga rahmingiz keldimi? Ko'zoynakka. Men borishim kerak, darsim bor. Ha, bu bilan kutib turing, hali ko'rishamiz demoqchisizda. Nima? Kutardim-u, vaqtim yo'q. Hayajonda cringe bosyapti. G'alati ekansiz-ku. Mayli, jahli chiqmasin. Siz uchun vaqt topaman. Xayr. Yon botarkan g'alati ekansiz deyishsa. O'sha. Hayotda mana shunaqa qilib ko'ring, cho'rtga chiqazib yuborishadi qizli sizni. Ota-onasi. Opa. Siz? Tag'in yo'lda birov. Ko'zoynak uchun rahmat. Mana pulingiz. Kechirasiz, bu pulingiz kam. Ko'zoynagingiz qimmat turadi. Ishonavering. Men sizga 2 barobar ko'p beryapman-ku. Baribir kam. G'irt. Spekulyant ekansiz. Spekulyant. Pikmi ekanlar. Ko'zlaringizni tushing. Ket. Qanaqa ketyapti? Qanaqa yurdi? Nega ko'zoynakni ushandib qoldilar o'zi? Qaysi ko'rishni yuribdilar? Dunyodagi eng g'alati yurish bo'ldi. Tipa ko'rmayaptilar-da. Ha, nima mashina? Nima Mazda. mashina bu? Mazda. Kurtoy bo'lardi Mazdalar. 2014da direktorimiz Mazda olganida ishdan bo'shab ketuvdilar. Mazda qattan. Endi balkim unga emasdir, no shunaqa gap chiqib ketuvdi-da. Qanchalik yaxshi mashina edi. Tasavvur qilasizmi? Akmal. Yoqimga tushib oldingiz? Tushib oldingizga necha? Chuqur ekan-ku. Va, deb bu ham tushib ketadi, ustini qopqoq bilan yopib qo'yishadi ekan. Akmal. Qo'lingizni uzatsangiz-chi. Qo'li bilan ishlash. Amazonka degan o'g'il. Assalomu alaykum. Yomg'irda qolib ketdingiz-ya. Kemalaringga. Eshitdilaringmi? Bevaqt xalaq beribmiz-da. Uzr-a. Qalay, hadomlar. Iltimos yordam beringlar. Albatta yordam beramiz. Qani bolalar, ko'taringlar-chi. Bo'ldi. Sirak ko'tar. Balki kerak emasdir. Bu opam tushib olishlarini. Yo'q. Opa nima qilsin? No, da. Yo'q, qani motivatsiya nima bo'ldi? Prosta darsni o'tgani harakat qilgan opa bular orqasidan kuzatib, mashinada borib kanalizatsiyada qamab qo'yish maqsad. Ertaga maktabga o'sha universitetga kelib aytib berishadi-da. Mana bunaqa qildim deyshadi. Keyin bolalar kutdim. Keyin qolganlar ham duxi bor bu bolani deydi-da. Odam o'ldirib yuborsa
Da, shunaqa o'zi. Bu nima qilganinglar? Buncha baqirish. Talabalaringiz allaqachon ketib bo'lishdi. Hammasi sizni deb bo'ldi. Yaxshi o'tiruvdim. O'quvchilaringizni chaqirib o'zingiz tushib oldingiz. Endi meni ayblayapsizmi? Nima? To'rt surib ber ekansiz-ku. Spekulyant surbet. Oyijon! Dadajon! Baxtli ekansiz. Ota-onangiz bor ekan. Ha, Meni esa bor. hech kim kutmaydi. Sizni ota-onangiz yo'qmi? Voy. Srazu. Tap etdi boshlashda. Bu kurs haqida eshitganman. Bu yerdan ketganingiz ma'qul. Qochib, qayoqqa boraman? O'zingiz kimsiz? Institutda ishlaysizmi? Yo'q, ishlamayman. Institutga Hoshim Soqich oldi kelib turaman. Oyi, ada. Birinchi vidaniyalar qayerda bo'lgan? Samarqandda yolg'iz xolam qo'llarida katta bo'lib, keyin universitetdan oladim. Kibernetik sohasi bo'yicha aspiranturada o'qiyman. Kibernet. Universitetda blockchain bo'yicha diplom ishini yozganimda to'g'ri qo'yishgandi. Ne to'g'ri desam, hali o'zimiz tushunmaymiz chunki bu mavzuni oxirigacha baho bera olmaymiz deyishgan bu narsaga o'ta kibernetika. Oka, to'xtating. Bular so'rib olishganda, to'g'rimi? Oka, rahmat. Maftuna, tinchlikmi qizim? Tinchlik. Ko'rmay qolman. Tinchlik. Mana bu yigit meni qutqarib oldi. Assalomu alaykum. Mayli, men bora qolay. Sayat Dadasi. xuddi o'zi. Men uni tushimda ko'rgan edim. Kimmi? Alpomishni. Men Hadi qutqardim. Maftuna. Shu oq qog'ozga chizadi endi okani, menimcha. Ochkili alpomishga necha baho? Shu ochkili odamlarning ochkisini yechib qo'ysa, majnaq bo'lib qolishadi, mana bunaqa bo'lib qolishadi. Men rostdan ham unaqa bo'lmaydi-ku. Mana bunaqa bo'ladi maksimum. Ha. Bo'ladi. Ha. Bunaqa emas. Opalatni rombikga soladi. Qizim, Labiy oyijon, anavi seni Alpomish xalq og'zaki ijodi tortiring. Bilmadim oyijon. Durdona asaridir. U haqida san'at asari yaratish bu mening ko'p yillik orzum. Hozirgi paytda shu bola o'zini qanchalik no'g'rin tutayotganicha, не в своей тарелке o'zini his qilayotganicha men bilaman. Qattan bilasizmi? Xitoyda, короче, bir marta o'qiyotgan paytimda ras звонок bo'lyapti-da. Ko'tarsam, Xitoy ayol, "San Sadiymisan?" deyapti. Xitoychada. Ha, desam, "Kim bu?" desam, "Menga nomeringni Nodir berdi" deyapti-da. O'rtog'im. Ha, nima xizmat desam, "Ana, ayab o'tirman" deb sraz boshlab ketdi. Короче, qara, menda taklif bor. Men tam yoshim katta. Men uydagilarimga meni, короче, kuyovim bor deb qo'yganman. Eri. Kuyovim bor deb, kuyov. Qizini erimi yo? Yo'q, eri, o'zini yigiti bor. O'zini eri kuyov bo'lmaydi. Yo'q, tipa жених. Uydagilarim oldiga borganimda, yigitimdek o'zini tanishtirib beradigan bitta odam kerak. Borasan, o'zim olib ketaman, o'zim olib boraman. Xudolayam hayron. Anaqa Vin Diesel maqol. yaxshi ovqat yeb kelasan, yaxshi aylanib kelasan, orqaga qaytarib qo'yaman keyin deyapti-da. Nodir etsan, yordam bera olasan deyapti-da. Manaqa, "Qova qo'yaman, yordam bera olayman o'shani." Lekin borib turdim-da, Xitoyda o'qiyapman, приключения-ku dedim-da. Sayohat-ku dedim-da. Davay dedim-da. Bo'ldi, yaxshiroq kiyinib tur, yaqinda olib ketaman dedi. Men o'zim qaradim, bo'ldi dedim-da. Realni keldi. Yoshi realni mendan katta. Mashinaga o'tirishim bilanchi bunda bir-birimizga qarayapmiz-da, o'ylayapmiz. Qanaqa qilib biz bir-birimizni juftlik sifatida ularga taqdim qilishimiz mumkin. Prям ko'rinib turibdi-da, farq. O'tiribman oilasi bilan yonaqa pochchalari, yonaqa 10 tacha odam, oilaviy bolalar, babulalar, короче, pochchalar hamma kutib olgan. Hamma bilan salom alaykum chiqqanman. Rossiyadan ekanman. Ekanman gene. Shunda yana u ayol takoy, azgina takoy yopishni boshlagan. Yo'q degandan keyin, shunaqami deganda yo'lda qoldirib ketganman. O'zim yetib borganman keyin. Shunaqa. O'yinchaga o'tibman. Alpomish dunyoga dovurg'i ketgan buyuk sarkarda. Fatih. Da. Hech kim yo'q. Bor, kiring.
Assalomu keling alaykum, keling Qo'shni Maftun og'a, Zokirovich. keling Sizda gapim bor edi. yaxshimisiz? Bilasizmi Maftun og'a, mana shu ro'yxatdagi talabalar qoniqarli baho olish kerak edi bizda. Yo'q, ular mendan baho olisha olmaydi. Olisholmaydi. Olishsin. Siz ham oling. Bu nima desam ekan? Kerak narsalar hammasi hayotda tushunasiz o'zingiz. Bunga meni majbur qila olmaysiz. Voy voy voy. Hammasi tushunarli. Qani, Maftunaxon, hech kimni qo'ymay turing bu yoqqa. Yo, baribir nelogichni-da. Rektor puli qayerdan bunaqa narsa texnologiyalarga? Men sizni sevaman. Men sizni sevaman. Boston Dynamics. Baribir Maftunaning ovoziga o'xshamayapti. Alo. Assalomu alaykum Qo'shim Zokirovich. Bu men Akmalman. Ishimni tugatdim. Kelib ko'rasizmi? Rostdanmi? Ha, barakalla. Bratam bilmaydilar nimaga pul tikkanlarini. Albatta borib ko'raman. Bu mashinalar ham boshqacha qarang. Mana mana shu odam hozir Zaporojets. normalniy Veska ega odam ketadi, demak. Ha. Nexia krutoy bo'lgan u payt. Keling. Ha, ukama, xuddi otangni o'zisan-a. Mana kitoblaring chochilayotishini qara. Hamma alg'odog'u. Men orzu qilgan mashina shu. Mana shumi? Maftunaxon Sodiqovning o'zi bo'lib qopti-yu. Endi shaharda boshqa hech kim taniyman-da. Uka. Kimga o'xshatishim? Lekin boshida shunaqa edi. Boshidan Maftunaga o'xshash edi. Maftunani ko'rmasdan oldin. Yuzi bormidi u payt? Bor edi-da. Shunda qarab qoldi-yu. Ha. Hech bo'lmasa uka, Olmaxon Hayitovaga o'xshatish kerak edi. Yoki bo'lmasa Yulduz Usmonovaga. Buni yaratguncha hammangizdan qancha malomatlar boshimga yog'ildi. Ha, malomat. Malomat? Yaxshi. Ana otyapti qildi. Qo'l tasha. Malomat? Malomat anaqa deyilmaydi. Alomat. Temir xotinda alomat bo'lgan. Alomat, ha, bu malomat. Bu malomat. Zo'r. Atsilka. Rahmat. Atsilkaga 5. Qanaqadir bunda sir bor. Kiragan kadr edi. Ha, tushunaman, albatta. Demak, malomat xon. O'zi o'ynagan aytganchi. Ha. O'shada prikol shunda, ha. Da, приkolna. Qara. Qale. Qani? Montaj. U payt filtr bo'lmagan. Instagram filtrlari shunda basharangiz mana shunaqa qilib beradigan. Da. Payt hechnima bo'lmagan. Ruchnoy hammasi. Ruchnoy yasalgan mana shu hamma. Qoyil. Mana shunga, mana shu mehnatga 5. Buning yuzi darvozaga o'xshab ochilib ketdi. Ozgina chala ishi bor. Yo, yuzini yopib qo'y. Ana bo'ldi. Bu boshqa gap. Qiz bolani-ku pardasi bo'lgani yaxshi. Tushunasizmi? Ayniqsa o'zbek qizini. Juda yaxshi. Qara, mana shunaqangi robotlarni ishlab chiqarishni yo'lga solsaychi, butun dunyoni soqqasi bizda deyver. Tashqi ko'rinishi qo'g'irchoqqa o'xshaydi. Eng qizig'i, keling. Keling. Miyasini barcha imkoniyatlari cheklanmagan. Shunaqa dedim. Yaxshi. U o'ylaydi va sevol. Sekretarshalining eplami kim bu? Nima deding? Boplaydi. U hammasini eplaydi. Shundoq anaqa sekretarshi. Bo'ldi, buningni olib kirib qo'yaver endi. Tuzu, qancha? Bu narsani tushunadigan bo'lib qolibdi buni, ha? Ixtiyor bo'ling. Shunaqami? Demak, bu sinimga sekretarlikni o'rgatamiz. O'zim o'rgataman. Siz menga yoqasiz. Hammada bo'lgan bunaqa situatsiya. Men bu so'zlarni aytib olmasam bo'lmasdi. Yorilib ketaman. O'zi qaysidir student tarix mobaynida duxi yetganmi shunaqa ish qilgani? O'qituvchisiga. Men o'ylayman yo'q. Yoki biz bilmaymiz. Bilgan bo'lar. Bilgan bo'lardi. Kuygan oshiq roli sizga juda ham yarashibdi. Bahoyingizni rolingiz uchun emas, bilimingiz uchun qo'yaman. Shogir, shu yerdami? O'qitishmas betonga o'xshaydi. Endi
Buni ham tushunsa bo'ladi-da. Akam shuncha e'tibor berdilar, bo'qqicha tiqib yubordilar kanalizatsiyani. Bu yerda opa yo'lyapti. Qanaqasiga bu? Bunaqa qilmaydi-da. Bo'q tiqqandan keyin endi nimadir qanaqadir vнимание berish kerak. Minnatdorchilik bildirish kerak ustoz. Har bir odamni ham bo'q tiqib ketaverishmaydi. Shunaqa. Assalomu alaykum. Siz ham menga sevgi izhor qilmoqchimisiz? Nega? Bunaqa deyilmaydi-yu. Opaginam. Sog' bo'ling, bro. Mana bu konspektni Sog' bo'ling. Rahmat. Nol chiqib yuboramiz. Qani. Salom. Salom berdi. Bular meni ota-onam. Javob tushunasiz. Men ularning o'g'illariman. Zapchastimi? Zapchastimi? Uxlashgan. Javob tushunarli. voy inson Ozgina dialog a? Gazeta mash kinolaridan keyin chopishganda o'zbek kinolari. Degradatsiyaga ketgan. Agarda mash nuqtadan boshlab yana keturganda edi, hozir normal kinolar bor bo'lgan bo'lardi. Oo! Yomon emas. Qani? zerikmay Normalno, приходно. arvoh jonimni so'rab kelgan bo'lsang endi nima qilaman? Arvohdan emas, Xudodan qo'rqing. Nima endi sen qolding menga aql o'rgatmagan. Bor xonaga kel. Sразу o'zlari keldi. O'chir muzikangni. Bu fonda muzika o'ynamagan bu. Odamzod jamoat bo'lish uchun yo taraqqiy etishi kerak yoki inqirozga uchrashi lozim. Shuning uchun rivojlanish yo'lidan yurmagan jamoa Eng zerikarli dars mana shu bo'lsa inkor kerak. etolmaydi. Otabek, iltimos, oyog'ingizni tushirib o'tiring. O'zi nima kayf ekan oyoqni qo'yib o'tirishdan? Gimaroy. To'rtko'z xolto'ra bilan yo'lda achomlashib turganinglarni hammamiz ko'rdik. Haqqi yo'q-ku. Kanalizatsiya ichida ertalabgacha nimalar qilganingizni balki aytib berarsiz. Muzika. Shayton. Ko'rsatib berishingiz ham mumkin. Urib yuboradim. Yolg'on. Ay! Bu yomon. Asterix Obelix ko'rganmiz. Yolg'on. Ay bo'ldi. Oldingmi? Mamlaqa urish kerak. Qani bu qilgan ishingiz uchun javob berasiz. Boy bolasi. Ko'ramizmi? Qani kellaring bolalar. Hey, qani-ku, hammangni bahoyingni qo'ydirib beraman. Yes. Voy. Ha, bejosan Shohruh. Tinchlikmi? A? Tushunmadim. O'chirib yubor просто. Tamam, boshqa telefon sindirib tashladi. Men ashran eshitamanmi, yo'qmi? Sevish uchun, seni baxtli qilish uchun Вам помочь? Да, мы хотели кое-что. Oddiy emasman, hamma qator emasman. Men mehr istab talpinganingda joy berdim-ku men yuragimda. Seni sevib qoldim, so'zingga ishondim, oqibatini o'ylamay. Qo'g'irchoqman, oddiy o'yinchoqman. Bu shu film uchun Da. alohida olishgan. Da. Yozishgan. Zapcha. Anu, parikmakerskida Cristiano Ronaldo'ni qo'yib qo'yishadi-ku. Arnold Schwarzenegger. Somsaga Tysonchi. Ishonchingni va beg'ubor sevgingni qozona olaman, bunga ishonaman. Ko'p so'ramayman, bor yo'g'i bitta imkon. Bizga nima xizmat? Bilasizmi? Xotinim Ne buni gimnastika kiyintirib qo'ygan. Shuncha yurib. Oxiri qaysi magazinga borishdi? Nima magazin bu? shuni men ko'rsam. Shu zaldagi bolalarni любой uraman deydi. Shunga bir sinab ko'rsam degandim. Menga qarang.
Tomingiz ketganmi? Tomi joyida. Tomim joyida, aka, hamma narsam joyida. Bu bolalarni ko'rmayapsizmi? Mana qilishyapti. Hammasi chempion bo'lsa bo'ladi. Chaka o'tirishgan bo'lsa? Что они? Yo'rvorishadi bular. Hayron qoldirib tashladi sizni. Bukvalni. Ko'rsatish mumkin bo'lgan millionta narsa bor edi. Hech bo'lmasa ani yog'ochchi bizib borganida ham katta gapirdi. Salto. Sen jiddiy gapiryapsanmi? Yigit. Ha, okey. Xotiningga achinmaysanmi? Bo'lmasa boshladik. Чего? Bu anuli yurib ketish kerak edi hozir. Mana ko'zingiz oldida mana shu narsa bor. Nima qilasiz? Dal shu urishasizmi? Yo'q. Qasnida, stilli qarang. Voy. Ana o'sha kimdir fleshga aytish kerak. Mana bunaqa yugurmasa tezroq yuguradi deb. X0 anu tekkinda bosib-urasiz-ku. Shunaqa bo'lgan deb o'tdi. Eddi. Eddi. Kartina. Kunduzi bitta nayzani olinmay qoldi. Ну неплохо. Bu bitta shunaqa zal ekan bu. Vaqt ketqizilar ekanda mana bunaqa emas-da mana. Mana tezroqda bu. Ha. Endi biroq shokdada. Ma'muladan tashqari. Bu bolalarga balki shuncha ko'p vaqt zalda o'tkazadiki, hali hayot qanaqaligini bilishmaydi. Opa. Bullet time. Qanaqa olishgan ekan mana shu? Tros. Ha-da? Qanaqa bo'lishi mumkin? Trosda osilib turgan. Mana bitta nimadirda turgan bo'lishi mumkin. Yo'q, o'shda. Yo, tros. Rahmat aka, menga shu kerak edi. Ma'lumot stop ketdik. Chempionmiz yana bular. O'zingizchi? Maftuna, bu men Akmal. Assalomu alaykum. Salom. Bugun uchrashsak degandim. Allo, Maftuna, bu men Akmal. Nima bu galstuk? Sherif. Salom. Sizda muhim gapim bor. Uchrashsak aytaman. Yaxshi. Bo'lmasa sizni installda kutaman. Lekin urush sahnasi yaxshi. Menga yoqdi misol uchun. Ozgina anaqa-yu. Ha, yo'q, chimbol u payt uchun, yana o'zbek filmi uchun. Da. Stil zo'r-da. Ana uchib berishlari. Ayniqsa montajyor VFXlarga. Da. Yengil. Hozir qayerdadir bir chol brat o'tiribdilar, mana shu video ko'rib, rahmat deb. Bu kim bu? Tanishing xolajon, biz turmush qurmoqchimiz. Figurasi nechava? Naverное. Chiroylikkina ekan-u, istarasi sovuqroqmi? Istarasi nima qilasiz? Xizmatingiz qilsa bo'ldi-da. Bu opani nima qiladi xizmat? Sizni men faqat temir tesiga yig'adi deb o'ylayapsiz. Chatopsan, yeraka. Ijara haqi ham ikkita bo'ladi-da, bolam. Meni kimligimni aytdingmi unga? Bo'lmasam-chi? Siz uyimizning anakondasisiz. Anakonda nimaligini biladimi bu? Anakondalar Enektus bo'g'ma ilonlar turkumiga kiradi. Uzunligi 10 metrgacha bo'lgan hozirgi ilonlarning eng yirigi, sarg'ish kulrang tanasi, orqa tomondan ikki qator yirik doira shaklidagi qo'ng'ir. Har kuni xotini ham meni ko'rganda rangi o'zgaradigan bo'lib qoldi deb. Men nonga bo'lib keling. To'xta! Senga ko'rsatib qo'yaman anakondani. Iltimos, men kelguncha bezdi qilmang, xo'p? Ha. Nima edi qo'lida? Pult. Pult. Televizor xotini. Panasonic. Non qolmabdi-yu. Ha, kelinga aytsammi-kina? Aytay, chiqib ketsin. Kelin! Bezor qilmang deyilganda nima tushundingiz? Qani? Bolta bilan buzib tashlay hozir. Uxlayapti deydi-yu. Salariyda hozir. Kelin. Non qolmabdi uyda. Non olib keling. Kelin. Mana paket. Reload'ga перезарядка. Kelin.
shu pulni olib paket bilan shunday yo'lni narigi betiga o'tib kelardilar o'zlari lekin уже. Ha. iltimos qizim eshitmayapsizmi Уже aholi rosin kommentariyalarimiz kamayib boryapti. Nima? Просто qizuv bo'lyapti. Da. do'kon yo'lni narigi betida Mana shunaqa ko'p to'la bo'lardi o'sha payt. Nive ko'p tarqatib yuborgan o'sha. Yo'q, sotilarmidi bilmayman. Maftun, qalaysan? Ko'zingga nima qildi? Juma kuni ketyapman Germaniyaga. Germaniya? Ha? Yagan, nimaga qarab turibsan, so'rashmaysanmi? Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Danke gut. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Englisch, Französisch, Japanisch, Deutsch, Albanisch und Uzbekisch. Balosan, Fransuzcha, inglizcha, Yaponcha и albanskiy язык. O'zimga tuflardi shu. Men sizga albanskiy язык o'tkazib berdim. Endi siz ham buni bilasiz. Не, ребят. Mashina bekor o'tib ketdi-da. Ko'k mashina. Yonidan o'tib ketgandi. Anu ham ko'kda. Запчасть. Avval chap tarafga, so'ngra o'ng tarafga qara. Xo'p. Xo'p. Maftun, o'lib qoladi. Voy, Latima deymi? Baquvvat. Deb chaqiraymi? Alles in Ordnung? Nemiz bilan jinnimi? Normal. Yaxshimisan dot? Mashina urib, 20 metr nariyoqqa otib yubordi-da. Ahvoling tuzimi debdi. Voy, sizga nima bo'ldi? Qushdan ketish lekin opa qizchani qutqarganida ketish bo'lish kerak edi, chunki Na qizcha po'q. musor tashlashga necha baho? Ну, корзинкami? Ha, korzinka shekilli. Dalga qo'shiq hamroh bo'lsa deb nomlangan musiqiy dasturimizni boshlaymiz. Ye. U yemeydi. Ha? Bunaqa kamchiqim xotinni qayerdan topding? Hech narsa yemaydimi bu? Xola, u boshqa narsa yeydi. Ha? Turkcha serial. Ana u yigit ana u qizni jam yaxshi ko'radi. O, qarang, o'shani poylab turibdi. Bunaqa Aylantirib tornado chaqirib yuboraylik hozir. sevgi shunaqa bo'lyapti. Ha, Sevgi, nima u? sevgi Derazadan qara. juft bo'lib yashash. Sizning juftingiz qani? Gaga. Ana, Gapingni eshitmayapman. ana shuni yonida 35 yil chiptachi bo'lib ishladi. Telefoningni qo'ygin bu yoqqa. Avtobus haydagan. Baribir tashlab. Shoshma, o'zim tushaman. Tashlab ketibdi. Qayoqqa ketdi? Narigi dunyoga. Hayratdan O'lgan. O'lish nima? O'lim. Nima robotlar tillarni biladi. Даже albanskiy tillar. Lekin O'lim nimaligini sevgi nimaligini bilmaydi. Sevgi nimaligini bilmaydi. Programmada yozilishi kerak. Ha, ana Wikipediyada qanaqadir. Sevgi Nimadir Qilib. ximiya. Androidda. Ha? Shuncha hozir isqirt prikolni qildi, shuncha so'kindida. Aynan Androidda gapirgan uchun hozir so'kadi onadan kimdir. Ana hozir yozib bo'ldi. Organik mavjudotning jonsiz holati bu o'lim. Siz ham o'lasizmi? Vaqt kelib men ham olaman. Unda men nima qilaman? Kimni sevaman? Programma o'zgartirilsa boshqasini sevasan. Meni sevasiz-a? Sevaman. Sevaman. Ne bu doim sushka yeb yuradi? Sushkada-da. Jon dadasi. Qo'limni qo'yvar. Qo'limni qo'yvar. Bugundan boshlab men senga nomahramman. Unaqa demang dadasi. Jon dadasi tushing.
tusha qoling iltimos. Ana, обычный вторник akada. Ha. Xola. Yordam bering. Причем mash yoshida rasmga tushgan. Yana baland qilyaptimi? Yoqqa ot. Anaqani qarang, arqonni. Hozir osilsa, oyog'i yerga turib turadi, tegib turadi prosta. Sizdan bitta iltimosim bor. Ha, xo'p. Yig'uchi bilan Go'rkovni o'zingiz rozi qilasiz. Voy, og'zingizdan Peshinga chiqarasiz, tushundingizmi? Bu arqonni o'rish uchun arg'imchoq uchish kerak-da, bo'yinga bog'la. Dadasi, harpa voy. Siz Isterichka. kerak bo'lasiz. Qo'ni qo'shnilarga shovqin, Film, to'palanglar. film. Ana kim bo'ldi endi? Akmalli xotini. Meni xotinim dedi. Akmalli xotini? Men sizga yordam beraman. Yo'q, kelib qo'ysa, hazillashmang. Men sizga yordam beraman. Hozir o'ldirib qo'y meni. Hozir sizni olib tashlayman. Yordam beringlar. Assalomu alaykum aka. Ol, ketdi, ha. Yana ishgalmi? Qizim, g'irjin ekan. Assalomu alaykum Maftuna Sodiqovna. Salom. Chiq. Xudo bir asradi xotin. Sal qolsa boshqa yerga tegadigan bo'lib turuvdi. Nimagadir qo'l ushlashib yurgan paytlarimiz ko'z oldimdan o'tib ketdi. Allo. Kirillitsada yozishgan ekan o'sha payt. Ishdan ketmoqchiman. Ha, men robot deb o'ylayman. Ishdan chiqib ketmaysiz. Men sizga yordam beraman. Sen dunyo qilib boshlanadi hozir. Menga 3 kun muhlat bering. Institutga hozircha bormang. Siz men uchun har narsadan, hatto temir tersak, kompyuterdan afzalsiz. Ikkita suv, ikkita non, Gidrolayf bilan non zo'r ketadi. 8 ta bokal. Xiyonat. Xiyonat. Marg'ilonda bizni shunday keliniz bor ekan-u. Bu kinolar internetda bor-ku, shuning uchun o'shatdan oldim. Yo'q, u payt internet normalniy bo'lmasdi. Tasixda o'tirardik. Tasix sech-a u? Tasix O'zbekistonning ichida joylashgan, serverlarning ichida joylashgan saytlarda o'shanga dostуп oson bo'lgan, bepul bo'lgan, tez bo'lgan. Chetga chiqish uchun уже viza kerak edi internetimizga. Серьезно? Ну, типа, да. o'shanga qimmat bo'lgan. Mukammal. Qayerga boryapsiz? Voy, kechirasiz. Agar rostdan ham sizga yordam berishim xohlasangiz, orqa qaramang. Nega kelding? Anakonda nonga yubordi. Omadlik. Tutayapman. Kim u? Salmi ishi bor. Nonni olgin deb ketdi. Tutdim. Ketmayman. Kim tutdi? Sizni tutdim. Xiyonat qildingiz. Ketdim. Ketmayman. Tipa, ana xotin tariqasida ko'rish kerak. Tipa metafora. Tipa xotin temiraman. Ketmaysan? O'zingdan ko'r. Bitta tanishim tualetda o'tirganda, Balki ketarmiz. Nimaga? Kech bo'lib qoldi. Buyurtmachi. Meni qornim to'q. Keldik. Bu yoqqa. Sumkam. Nima bo'ldi? Ko'rdingizmi? Ketdik. robot Terminatorga, anaqa Skynetga aylanib terror qiladi bular. Dunyoni bosoladi. Men sizni sevaman. Ha, bilaman. Men sizni juda ham sevaman. Bu nima qilyaptilar? Uxlayaptilar. Men sizni har doim sevaman. Yana boshladingmi? Ishlashga berasanmi yo'qmi? Sevaman. Sanchi? Men Bor, sizni uyingga sevaman. kir. Ertaga ishga borishing kerak. Harakatlarini ham ko'rsan, anta qo'y do'q qiladigan. Уже, ana. Что-то kinoni oxiriga borib, munosabatimiz seryoznilashib ketdi kinoga. Qiziq-da, yaxshi kino. Chimadan qatdan olibdi. Qo'lga necha? Ha. Xo'p. Oppa. Qiladi hozir, katta ehtimol. Voy. Imidingizni o'zgartirdingizmi? Pikmi balkanmi? Yo'q, bu antenna. Bugundan yangi metod qo'llayotgansizda. Ana. Lekin Mayli. вообще обнаглевший ekan-a. Opamni kullerlarni yoqib ketdi.
Telekinez? Yo'q-ku telekinez. Стражи галактики. Lekin qarang montajni. Нормальный mana qarang, нормальный montaj. Eksport qilib anaqaga, Vietnamga. Vasila, was ist los? Warum weinst du? Mana bu senga ketolmayman. Men vatanim yaxshi ko'raman. Vasila! Qarzingni qaytar. Men sen bilan ketaman. Vasila, umstehen! Was soll das? Ne, nana hova yunari yani hem ayni. Ana he, yani mitasi. Hayır. Vasila! Aeroport shunaqa bo'lganmi? Kinoga umuman Kerak emas. ko'p qo'ygan bitta aktyorni topib Legendadasi. mana shu o'sha paytda mana shu aktyorlar chiqqanu, YouTube ham 5 yil oldin rivojlangan paytda Jamshidxon, tam Azam, Kunduziylar такой birinchi bo'lib chiqib kelishganu. Bular ham o'sha o'zbek kinoni o'sha birinchilari-da manba aktyorlar. Shu. Нет, конечно. Birinchi aktyorlar anaqa. Yo, aytmoqchiman, mana bu yangicha. Ha. Yangicha o'zbek kinoni. Da, to'g'ri. Nega yig'layapsan? Qochdim. Kimdan? Baxtimdan. Men ham bekinib o'tiribman. Ana shunaqa bo'lganmi aeroport? Voy, masjiddanmi u narsa? Nima? Umrim davomidagi hazil. Farruh. Fadil. Fadil ovoz bor-ku. Eng yaxshi ko'rgan memimda. Fa. Oh my god. Rasmini yubordi. Mana bu Attention please. The Uzbekistan Airways flight 118 from Sharjah. Farruh xotin. Ko'rdim. Qattiqroq o'xshamayapti-da bunga. Farruh. Tegay. Mash hazilni eshitsam, anu bor-ku, Sevgi Nadir deyanaqa. Farruh deydi-yu, tumir mana unaqa bo'lgan. Anu bor-ku, Sevgi Nadir deyanaqa. Farruh deydi-yu. Balki kirasiz. Uydagilar sizni so'rab turishadi. Alpomish bo'ling demoqchisiz-da. Jonim bilan. Yo'q, agar bugun kirsangiz, go'r o'g'li bo'lishingiz tayin. Go'r o'g'li? Nima u go'r o'g'li? Sin Magili. Ana shunaqa. Xullas dadam chizadilar, oyimlar esa rang kiritadilar. Ular bir-biri uchun yaratilgan. Insonning Vivitni birimi? taraqqiy etishi kerak. Hamma formada. Taraqqiy etmagan jamoa har doim bir xil bo'la olmaydi. Abdurauf Fitrat. Uning ko'rsatkichlari pasayib ketadi. Abdurauf Fitrat. To'g'ri. Maftuna Sodiqovni sizni dekan chaqiryapti. Ertaga sochingizni oldirib keling. Haqiqiy kartina mana shunaqa bo'lgan rostdan ham. Hamma formada o'tirganda, qattiqqo'l o'qituvchi bo'lganda, lekin o'qituvchining o'zi allambalo kiyingan bo'lardi har doim. Полный boyvoy makiyajda kelardi. Boyvoy. Hali konspektini berib turgan mana shunda ko'chira olaman qolib. O'zim bilasan. Ey, Samadov, jim. Hop. Yo, men tushunmayman. Nimaga sizlar aytgan narsa qilmaysizlar, hayronman, ha? Men sizga men bilan bahosini qo'yib bering dedim. Nimaga qo'yib bermaysizlar, ha? Ha, tushunmayman. Ko'zingiz nimaga ko'karib ketdi? Ko'zingiz nimaga? Siz bu bilan uxlaysizmi? Oh. Siz men qarang, singlim. Siz ja betda haddingizdan oshmayapmi? Xotinim bo'lgandan keyin, Javob. Malomat Maftuna Sodiqovni dekanning xonasiga chiqib ketdilar. Dekanni? Malomat Maftuna Sodiqov. Billa uxlaymanmi? Bu sizning zapchastingizmi? Qanaqa zapchast? Zapchast mashinada bo'ladi. Bildingizmi? Bu meni bolam. Men sizga hozir boshqatdan yozib beraman, hammasini familiyasini. Bildingizmi? Vaqtida qo'yib. Bu yerda boshqarish sistemasi buzilgan. Qanaqa sistema? Sistema buzilgan. Assalomu alaykum, kirsam maylimi? To'xtang.
Nega? Mumkin emas. Mumkin emas. Ichkariga temir kirib ketdimi? Kim? Temir. Qanaqa temir? Mumkin emas, men gap eshitdim. Men qarang, hozir o'z ko'raman. Ana aytdim sizga. Bu gaplaringiz uchun sizga katta rahmat, qoyil. Umuman ilm, baho, bilim uchun baho hech qachon sotilmaydi. Bu gaplaringiz uchun sizga katta rahmat. Sistemasi buzilgan. Keldim uka. Sidet. Ana ko'rding, Bu yerda qilib qo'ydim ana. Sistemasi buzilgan. Sistemasi buzilgan. Hoshim Soqqiyevich, bu ma'lumot qaramadingizmi? Soqqiyevich emas, Soqqiyevich. Soqqa ekan deyapti. Soqqa. Sizga aytishni unutman, ularni almashtirib qo'ygandim. Hoshim Soqqiyevich, u juda ham rostgo'y. Qo'lini qaytirib yubordi. Endi buning faqat meni xizmatimni qiladi. Bitta anakonda ikkita bo'pti-da. Nima deding? Sizlar gap yo'q deyman. O'sha akam smelo gaplashyapti-da. U telefonda uzoq gaplashib bo'lmaydi, pul yozadi. Savir bo'lmoq. Dadamni ko'rgazmalar bo'lyapti. Yuraging bilan baqir. Hozir she'r aytyaptilar. Ularni men nomini tabriklab qo'y. Rang bilan. Rahmat. Kelmaysizmi? Ilojim yo'q. Simpozium ketyapman. Ha, shunga ko'rishsak degandim. Juda zarur gapim bor edi. Ha, 2 haftaga. Bu robot sekin-sekin terrorga aylanyapti shekilli. Chunki yoningizda men bo'laman. Ay, bu telefonda uzoq gaplashib bo'lmaydi. Kim gapiryapti? Ay, men uni xotiniman. Allo, Maftuna, o'rtaga kimdir qo'shib, kimdir qo'shib qoldi o'rtaga. Bo'lmaydi. Ay, shunaqa narsa bo'lardi lekin bilasizmi? Ha, bo'lardi. Orada kimdir gaplashyapti. Prosta telefonni ko'tarsangiz ham kimdir gaplashayotganini eshitardingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Feruzaxon? Rahmat. Tinchlikmi? Shohruxni tabriklayapmiz. U grant yetyapti. Endi chet elda o'qiydi. Fond forumda. Rostdanmi? Ha, yuring. Fond forumda. Vestoldiga binoga yuborishda o'qigan. Faqat Samadov konspekti yo'q, Maftuna Sodiqovna. Qanchalik befoyda jarayon bo'lgan-a, konspekt tekshirish. Tinchlikmi? Konspekt yozish, konspekt tekshirish. Bilasiz, dunyoda hamma jonzotlar juft bo'lib yaratilgan. Bu hayot qonuni. Qurt-qumursqalar, qushlar ham juft bo'lib yashashadi. Sizda ham ko'zoynak, menda ham ko'zoynak. Men hayotdan mazmun qidirgandim. 8, 7, O'ldirib yuborsa oxirida. 2. Hozir anaqa zimniy soldat uyg'onyapti. Men sizni sevaman. Shu paytgacha hech kim menga sevgi izhor qilmagan. Men sizni sevaman, Maftuna. Sevaman. Allo? Ha, eshitaman. Men Akmalning xotiniman. Meni erimni tinch qo'ying. U bilan birga uxlaymiz. Dangal savordi. Legenda telefon. U ham meni sevadi. Biz juft bo'lib yashaymiz. Xotiningiz? Ha, xotinim? Nomeringizni topdi? Maftuna, men sizni sevaman. Maftuna, to'xtang. Bu siz o'ylagan narsa emas. Tinch qo'ying meni. Hayotimga aralashgan nima haqqing bor? Nega bo'lmasa xiyonat qildingiz? Tushunsanchi, sen odam emassan, men seni sevmayman. Xohlagan paytim o'chirib qo'yish mumkin. Men sizni baribir sevaman. Tipa bu yerda hozir default erkak, default o'zini ayoliga gapiryapti-da. Men seni xohlagan paytim o'chirib qo'yaman. Tushundingiz-a? Men sizni baribir sevaman. Men hozir mancha qora bo'lib qoldi-ku. Yuzimni qutqaraganingizni ko'rib qoldim. Men hozir 10 minutcha siqilamiz deb o'yladim-da. Zo'r. Sevaman. Ya bir-birimizdan ko'rib turibmiz ekranda. Ay. Xo'p. Yech. Baytovskiy klubi oxiri. Manavinga qochib ketasiz. Yech dedim senga. O'zi opam anaqa Maftunaning prototipi bo'lsa. Mana bungacha. Aqlingiz kirmaguncha shu yerda o'tirasiz. Katta og'a ekan bu sistema. Malomat! Pastdan, aperkot. Ha, Rustam xo'ja, ha! Sol. Rustam boy. Voy.
Sevginator. Sevginator. Tipi Terminator endi uyg'ondi. Sevgi deb miyasiga chiqdi. Shuning uchun Sevginator. Endi bildim. Terminator, terminate so'zdan-da, anaqa. Восстание. Yo'q qilish. Yo'q. Isrof nima inqilob yo'q. Yo'q. Mamlaqa. Chopash, короче. Da. O'zbek endi yutaman deb turganda yo uchadi, yo uziladi. Assalomu alaykum Parp aka. Va alaykum assalom. Akmal, xotining bo'ylab ketdimi? Xotinmas u, odammas u, aka. Ha, yaxshi. Aqlli odam uylanmaydi, ukam. Ha, Parp aka hech bor aka. Vaqti yo'q. Iltimos, aka. Turma. Parp aka. Akmal, Menga вообще o'qitmash lekin anaqalar, time lapse. Anaqami? Transitionlar. Da, chiroyli, mana kinoga mos-da. Hozir ham ishlatsa bo'ladi. Tuppa drop. Mana-da dron. Ha, o'zi o'sha paytlardachi biza endi syomkalarni boshlagan paytimizda, ya'ni hali bloger payti emas, просто kameraga qiziqib yurgan paytimizda tepalarni syomka qilish uchun tomla qidirilardi. Tomlidan syomka qilinardi. Bo'l. Dron degan narsa mavjud emas. Hozir ham yo'q. Hozir orqasidan qidirarlar, keyin batareyaga bundoq yopishib qoladi, erib ketadilar. Pultini sindirib tashlabdi. Ketmayman. Men sizni har doim yana boshladingmi? Ishlashga bersam yo'q. Qanaqasiga bu kadrdan ko'ryapti. Nima aylan? Men hayotdan mazmun qidirgandim. Mana bu. Mana bu mayli, ha. Men sizni sevaman. Yashashga bersam yo'qmi? Sen odam emassan, men seni sevmayman. Xohlagan paytim uchun qo'shib mumkin. Opa. Benzin. Tipo, mana shu uchun qilingan. Men o'yladim, просто ko'zlaridan yosh chiqsa bo'ladi-ku, chizish shart emas. Zo'r. Ne, xaltdan beri barmoni skaner qilib yotibdi bu. Kinoni boshidan beri. Falokat yoqasida. Bitta futajskajasi qilib qo'yishganda, olib ketgan. Siz nimani qo'ygan bo'lardingiz? Просто хотя бы sonlarni. Men aylanib turgan Matiz'ni qo'ygan bo'lardim. Ertaga uchib boraman ertalab. Unda Haftadan so'ng. Wordda yozilgan shrift ekanda lekin. Kerak emas. ko'rishguncha. Ha, Akmal, yaxshi borib keldingmi, bolam? Ha, rahmat. Keyin choy ichamiz. Hozir kiyim o'zgartirib olay. Uyga bor. Bu survorib chiqqandir. Uyga borki, viloyatga olib keling. Meni sog'indingizmi, xola? Sog'indim-da. Sensiz uyim huvillab qoldi-yu. Buzilganmi? Alo. Ikkita bo'lsa. Opa! Buni yasab ketgan o'ziga yasagan. Bu bolani takoy tadbirkorlik sifati ham yo'q ekanda. Robot yasadi, hali hayotda dunyo ko'rmagan narsa-da, просто non olib kelib sotish yo'q. Kaliforniyaga olib borib, prezentatsiya qilishlar yo'q. Agar buni mana shunaqa funksiyasi bo'ladigan bo'lsa, o'zingga o'xshaganni yana bitta yasab ber deyish yo'q. O'zbekiston mana shunaqa ajoyib makonda, zo'r narsalarni qilamiz deb, просто ajoyib bilmaydi. Jannat makon. Yo, tak serьезно. Paxta emas, bug'doy. Dunyoni kezib kelganingizdan keyin O'zbekistondan zo'r joy yo'qligini tushunar ekansiz. Yo'q, behazil. Serьезно. Men masalan hech qayerda yashagan bo'lmasdim. Qaysidir medalga anaqa Yo'q, qarang. Mana O'zbekiston bayrog'ini olib chiqing ichkaridan, deb. O'zbekistonni любой nuqtasini tanlaysiz-da. Bunda barmog'ingiz любой bundoq qilasizda, bundoq bosasizda, o'sha yerda xavfsiz bo'ladi. Tushundim. Malomat. Men sizni sevaman. Men ham sizni Men ham sizni sevaman. Qo'g'irchoqman. Bo'ldi. Qani u yarashmadimi haligi? 2 haftadan so'ng deganida уже telefonda gaplashib kelishdi-yu. Normalniy bo'lib ketdi. Da, yaxshi bo'lib ketdi. Qalay film. Kinoni yarmigacha kinoni asosiy subyekti paydo bo'lmadi. Robot. Keyin paydo bo'lgandan keyin robot bor edi. Yo'q, bor edi, endi kadrga chiqmadi-da. Da. Просто inkubatorda yotdi. Da. Tasavvur qiling, Godzillani ko'ryapsiz-da. Godzilla faqat kinoni 40-minutda chiqib keladi. Ungacha faqat Godzillani gapirishadi просто. Turib ketgan bo'lardingiz. Lekin
mana boshida qotdik kuldik ahamiyat bering, oxiriga yoki biz charchadik. Yo'q, lekin reально qiziq. Yoki reально qiziq bo'ldi, jim bo'lib ko'rib o'tirdik. Da. Согласен, da. Haqiqatan o'rtada paydo bo'ldi. Oldin va ahamiyat bermagan ekanman. Nu, o'rtagacha ozgina boshqa kino edi bu. Ha. Qiziq. Ha, ichkarisida bir nechta kinolar. Birinchidan komediya bor, o'sha melodrama bor, ozgina xo'rram bo'lib qoldi. Men reально o'ldirib qo'yadimni deb o'yladim. Fantastika. Fantastika bor-da. Shedevr deb bo'lmaydi bu kinoni, lekin mahorat. Aralashtirishni bilish kerak. Montajchi. A вот montajga qoyil. Da? O'sha paytlar uchun tasavvur qiling, mana turburchi ham bunaqa Siemens kompyuterlarda, eski interfeys bilan haligi AI yo'q. Ani yugurtirish o'zi va qiyin. Hozir AI da qo'rasda. Birma-bir qilib o'tirasiz o'shanda. Tirjayib qolmaganda, o'shanisi qiyin. Ты можешь снять, mayli olma, nimadirlar bilan chiqib ketsa bo'ladi-da. To'g'ri, bizani agarda robotda o'ynaysan desa, по-любому bo'lib qolardi. Da. Как вам ijro? Menga Sevginator o'ynagan yoqadi, но Maftuna roli так себе. Mana robotni zo'r o'ynagan. Yaxshi o'ynagan. Qolganlar endi faqat Murod Rajabov zo'r. Ulug'bek Qodirovchi. Нет? Aktyor qachon buyuk aktyor, u o'ynayotganini sezmaysiz. Просто o'sha odamlikka odam deb o'ylaysiz. Kim o'ynayotgan bo'lsa, o'sha odam bu deb o'ylasangiz, bu buyuk aktyor mahoratligi. Agarda o'ynab berayotganligida esingizda qolsa, просто как бы karikaturni o'ynab beryapti. Hayotda hech qachon unaqa gapirmaydi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, demak, пока yetishmayapti, пока karikaturni. Главный герой ota esingizdami? Ulug'bek Qodirov personajini oti. Yo'q. Chunki men uchun Ulug'bek Qodirov-da bu. Ismini ham ko'p marta eshitmadimmi, bilmadim. Mana masalan, Robert Downi mладший. Temir odamni ko'rganmiz. Men o'ylayman, hayotda ham mana shunaqa u. Mana shunaqa deb o'ylayotganim uni buyuk aktyorlik mahoratini ko'rsatadi. Necha baho qo'ygan bo'lardingiz? Xalqaro ball sistemasi bo'yicha IMDb'dami yoki Uz IMDb'da, keyin IMDb'da. Uz IMDb'da 6 qo'ygan bo'lardim. IMDb'da endi 4. IMDb'dagi 4 kinolar ham lekin mashhurda. Ha, legenda kinolar. Ular mana shunaqada, mana shunaqa kinolar. Bir sizga nima? 10 sizga nima? Uz IMDb'da. Bir bo'lmasa kerak, bir bu chiqmagan qaysidir reklama. 10 ko'rmaganman. Xalqaro IMDb. Voy, Uz IMDb'ni aytaman siz uchun. Xo'p. 8 bor. 8. Osmondagi bolalar. Qaysi bor? Birinchisi. Uchinchisi. Uchinchisi to'r. Bro, kattakon rahmat bizani proyektga vaqt ajratganingiz uchun. Sizlarga rahmat. O'zi anchadan beri qachon chaqirishadi, hayron bo'ladim. Meni chaqirdinglar. O'zingiz chaqiruvding, Amerikaga ketib qoldingiz. Ha. O'zingiz ham tanlovingiz ahvolida. Yoki Amerika. Bir oylik ili o'zimiz. Va yana eslatib o'tmoqchiman, bizani proyektimizda faqatgina Telegramdagi obunachilarimizni nima edi gapim? Telegramdagi obunachilarimiz yordami asosida biz davom ettiramiz. Kimdir orelada podpiskani bekor qilib qo'ysa, mana shu yerda o'tirgan odamlar hammasi ko'chada ishsiz, ovqatsiz, kiyimsiz qolib ketadi. Avlodli yo'q. Avlodli yo'q ketadi. Sharipovlar hozir taqdiri Yunusobod yuvib ketadi. Yunusobod yuvib ketadi. Tim bo'lib mana Chilonzor turaman. Bitta ham somsa yopilmaydi. Aynan mol go'shti. Da. U ham menga bog'liq. Kattakon rahmat o'rtoqlar. Keyingi sonlarda Telegram kanalimizda ko'rishguncha xayr.